Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Jahongir Umirov va men Mentor School'dan Cipher Multilevel instruktorman. Oxirgi paytlarda o'quvchilardan eng ko'p kelayotgan savollardan biri bu qanday qilib qisqa muddat ichida Cipherdan yuqori natijaga erishish mumkin degan savol kelishyapti va ushbu savolga javob tariqasida biz va bizning jamoamiz katta masshtabdagi onlayn Cipher marafon tashkil etdik. Ushbu marafonda siz real imtihonlarda ishlatiladigan materiallardan shug'ullanasiz. Qanday qilib Cipherda xato qilmaslik va o'sha xatolarni oldini olishni o'rganasiz va B2 C1 darajasiga olib chiqadigan yo'lni to'liq bosib o'tasiz biz bilan birgalikda. Ushbu onlayn marafonimiz Mentor School'ning eng tajribali ustozlari tomonidan olib boriladi. Mentor School bu oddiygina o'quv markazi emas. Bu natijaga yo'naltirilgan ta'lim maskani. Siz tayyormisiz? Unda boshladik. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor va bugun sizlar bilan reading partni boshlaymiz. Reading part nima, uni ichida qaysi sectionlari bor, ularni qanday bajarish kerak, qanday xatolarni qilmaslik kerakligini hammasini men sizlarga o'rgatib chiqaman. Bugungi darsimizda biz aynan reading to'liq nima ekanligi, uni sectionlari haqida o'rganib chiqamiz va part 1 ni men sizlarga to'liq qanday qilib yaxshilab bajarish kerakligini ko'rsatib beraman. Qani boshladik. Xo'p do'stlar, bizni har doim imtihonga kirgan paytimiz, reading paperimiz, ya'ni reading qog'ozimiz kelgan payti sizlar ustida, ya'ni bosh sahifasida, betida mana shunday qog'ozni ko'rasizlar. Bu yerda ushbu imtihon haqida, ya'ni Cipher Multilevel imtihoni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilgan bo'ladi. Har doim men sizlarga o'rgataman nima deyilganligini mana shu joyda. Qarangizlar. Bizda readingda umumiy qilib aytganda 5 ta qismimiz bor, 5 ta partimiz bor. 1 dan 5 gacha savollar qiyinlashib boraveradi. Buni sizlar bilib olishingizlar kerak. Eng oson savollar mana shu 1 dan 3 gacha bo'ladigan bo'lsa, 4 bilan 5 larda uje sal qiyinlashtirilgan savollar chiqadi. Bizda umumiy 35 ta savol bo'ladi. Har bitta part uchun mana ko'rib turganlaringizdek 1 dan 6 gacha, 7 dan 14 gacha, 15 dan 20 gacha deb ko'rsatilgan har bitta part uchun. Yana muhim narsalardan biri do'stlar, har bitta savolni to'g'ri javobi 1 ball olib keladi sizga. Ya'ni siz 35 ta savolni ichidan farqi yo'q, qaysi biriga to'g'ri javob berasiz, umumiy sizga baribir 1 ball olib beradi o'sha sizni to'g'ri javobingiz. Xo'p, yana nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Muhim joyi, you may write on the question paper if you wish. Ya'ni xohlasangiz sizga savol berilgan qog'ozda, paperda bemalol yozsangiz bo'ladi, lekin but you must transfer your answers to the answer sheet within the time limit. Lekin siz javoblar varaqasiga o'zingizning javoblaringizni o'tkazib olishingiz kerak, to'g'ri javoblaringizni o'tkazib olishingiz kerak va bunga qo'shimcha vaqt berilmaydi. Siz o'sha 1 soatning ichida hammasiga ulgurishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda birinchi partimiz kutib oladi ushbu tekstga o'xshagan shaklda. Sizning asosiy imtihonlaringizda ham xuddi mana shunday tekst chiqishadi. Ushbu tekstda biz har doim bitta so'z bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi bo'shliqlarni. Bu qisqacha o'zi nima qilish kerakligi. Endi hozir biz sizlarga batafsil o'rgatamiz, uni qanday topamiz va bu yerda bizga nimalar yordam beradi. Xo'p, part 1 sizni kutib olgan payti birinchi o'rinda biz uni nomiga qaraymiz. Mana bu heading deyiladi, ya'ni har bitta tekstni, har bitta test part 1 ni nomi. Bizda bugun Looking for a New Earth, yangi yerni izlash degan tekstimiz tushdi va do'stlar eslab qolingizlar, har doim part 1 ni yagona bittagina so'z bilan to'ldirish kerak bo'ladi. Bittagina so'z bilan. O'sha sizlarga berilgan task, ya'ni topshiriq mana bu tepasida yozilgan bo'ladi. Fill in each gap with one word, ya'ni bittagina so'z bilan to'ldirib. Agar sizlar one word or a number deb keladigan bo'lsa yoki raqam deb keladigan bo'lsa, siz bitta raqam ham yozishingiz mumkin bo'ladi, lekin unda sal kamroq bo'ladi. Xo'p, endi batafsil tushuntiraman, qanday qilib ushbu testni yechamiz va bizga nimalar yordam beradi. Birinchi o'rinda sizlar eslab qolishingiz kerak do'stlar, bo'shliqni javobi, ya'ni mana bu joyda turishi kerak bo'lgan so'z
ushbu bo'shliqgacha bo'lgan joyda uchrashi kerak, ya'ni kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni agar biz birinchini javobini topmoqchi bo'lsak, biz birinchigacha bo'lgan tekstni ko'rib chiqishimiz kerak. Bu aslida sizlar uchun juda ham yaxshigina bir hint, ya'ni yordam. Chunki 1ga, 2ga va 3ga javob topish ancha osonroq bo'ladi. Nimaga? Chunki hali boshida tekst kam bo'ladi. Tekstni kam joydan topish har doim osonroq bo'ladi. Xo'p, yana nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Bo'shliqni to'ldirishga shoshilmasligingiz kerak. Hattoki so'z siz uchun juda ham obvious, ya'ni oson ko'rinadigan bo'lsa, shoshilmasligingiz kerak. Birinchi o'rinda nimalarni belgilab chiqish kerak? Qaranglar do'stlar, agar meni o'zim har safar yechayotgan bo'lganimda tekstlarni, mana shunga o'xshagan tekstlarni birinchi o'rinda chizib chiqqan bo'lardim. Menda undan oldin va undan keyin kelgan so'zlarni. Mana qaranglar. Ushbu bo'shliqdan oldin kelgan so'z many bizda turibdi, ya'ni ko'p, va undan keyin kelgan so'z are looking for. Ya'ni men hozir hattoki tekstni o'qimasdan ham menda bitta axborot bor. Ushbu bo'shliqda birinchidan ko'plikdagi bitta ot turishi kerak, ya'ni noun turishi kerak va o'sha noun biron bir ish harakatni bajara olishi kerak. Ya'ni bu odam bo'lishi mumkin, researchers, astronomers bo'lishi mumkin, yana kimdir. Nimaga men unday deb ishonib aytyapman? Chunki looking for degan fe'li turibdi undan keyin, ya'ni izlamoq. Right? Izlash fe'lini biz faqatgina odamlarga ishlatamiz. Ko'ryapsizlar, men hali hattoki tekstni o'qimasdan ham oldindan o'zi bilaman menga qanday javob kerakligini. Sizlar ham albatta xuddi shunday qilishingizlar kerak. Xo'p, endi kelingizlar tekstni o'zini ko'ramiz. For thousands of years, humans have explored the earth. Yillar davomida, juda ham ko'p yillar davomida odamlar yerni to'liq o'rganib chiqishgan, izlanish olib borishgan. Nowadays, we're exploring space. Ushbu kunlarda, bugungi kunlarda biz o'zi bizni samoni, ya'ni koinotni o'rganayapmiz ekan, okay? Astronomers, bitta o'zi so'zimiz qarangizlar, o'xshayapti boya men aytgan javobga. Astronomers are the modern day explorers. Astronomerlar bular bugungi kunning, ya'ni zamonaviy izlanish olib boradigan odamlar ekan. Sizlarga aytib o'tishim kerak do'stlar, astronomers bu yulduzlarni, koinotni o'rganadigan bir olimlar. Agar sizlar bilmaydigan bo'lsalaringiz, xo'p, currently hozirgi kunda somebody are looking for new planets and new places for humans to live. Ya'ni bugungi kunda ko'plab mana shular izlashyapti yangi sayyoralarni va yangi odam uchun yashash bo'lgan joylarni. Kim izlaydi ekan? Boyagina biz sizlar bilan ko'rib chiqdik. Astronomers. So'zimiz, nounimiz ko'plikda turibdimi? Ha, ko'plikda turibdi. Nima uchun menga ko'plikda turganligi kerak? Chunki qarangizlar, undan keyin kelgan to be are, ya'ni ko'plikda turibdi va undan oldin kelgan so'zimiz many. Hozir biz shunday qilib, bizning javobimizga 100% to'g'ri chiqqanligiga amin bo'lishimiz mumkin. Xo'p, davomiga qaraymiz. First of all, birinchi o'rinda astronomers look for a star. Ya'ni birinchi o'rinda boyagi bizda olimlarimiz yulduz izlashar ekan. Okay. That's because our own Earth orbits a star. Bu nima uchun bo'lar ekan? Chunki bizning o'zimizni yer sayyoramiz, sharimiz bitta yulduzni oldida orbitalik qilar ekan. Orbita deganda bu yerda oldida aylanadi deb aytmoqchi bo'lyaptim. The sun, quyosh. Ya'ni mana bu ushbu star degan yulduzga nisbatan aytilyapti. More importantly, undan ham muhimroq, it is the correct distance from the sun for heat and light. Undan ham muhimi nafaqat bitta sayyorani oldida qandaydir bir yulduz bo'lishi, eng muhim narsasi bizda to'g'ri distansiyasi, ya'ni to'g'ri orasida bo'lgan masofasi bo'lish kerak. Nima uchun to'g'ri masofa? Quyosh uchun yoki har bitta o'sha yulduz uchun isitish yoki va yorug'lik berib turish uchun bo'lgan to'g'ri masofasi ham bo'lishi kerak ekan. Ya'ni mana shu ikkita faktor
bir-biriga to'g'ri kelishi kerak ekan. Okay? So when astronomers have found something, they look at the planets around it. Qaranglar. Qachonki boyagi olimlarimiz mana shu narsani topishganida ular ushbu narsaning oldidagi sayyoralarga qaraydi ekan. To'g'rimi? Biz hozirgina o'qib chiqdik. Bizda ikkitagina tushuncha bor edi o'zi. Birinchisi quyosh, ikkinchisi sayyoralar. To'g'rimi? Mana sayyoralar degan so'z уже turibdi oldida. Значит, biz qaysi so'zga bu yerda muhtojmiz, qaysi so'zni qo'yishimiz kerak? Bizni olimlarimiz yulduzlar izlashadi, topishadi. Star. Ya'ni, so when astronomers have found the star, they look at the planets around it. Ya'ni ular tasavvur qilamiz, topishdi, xuddi kichkina quyoshchani topishdi va o'sha quyoshning oldidagi planetalarga qarashni boshlaydi ekan, ya'ni sayyoralarga. Ko'ryapsizlar, do'stlar, har bitta bo'shliqni undan oldin kelgan so'zlaridan qarab izlaymiz. Kamdan kam holatlarda deyarli hech qachon o'zini so'zi, ya'ni misol uchun 3-bo'shliqning so'zi undan pastda kelgan bo'lishi mumkin. U kamdan kam bo'ladigan vaziyat, lekin unga ham tayyor bo'lib turishimiz kerak. Shuning uchun bu juda ham muhim. Undan oldin va undan keyin kelgan so'zlarni belgilab chiqish va oldindan prediction qilish. Prediction bu nima? Oldindan bashorat qila olish nima kerakligi. Siz qanday bashorat qilishingiz mumkin? Siz o'zingizga o'sha javobni ustiga yozib olsangiz bo'ladi. Bu nounmi, ya'ni otmi, yoki bu adjectivemi, sifat, yoki bu adverbmi, ravish, balkim article kerakdir, balkim preposition kerakdir. Siz shuni oldindan bilishingiz kerak. Shunda sizni izlashga sarflagan vaqtingiz qisqaroq bo'ladi. Xo'p, do'stlar, o'zi aslida part 1 juda ham oddiy va juda ham sodda narsa. Faqatgina sizlar qiynalishingizlar mumkin bo'lgan yagona qism bu 6 yoki 5 savollar. Nimaga? Chunki bu yerga kerakli so'zlar umumiy tekstdan tepadan chiqishadi va qaranglar, mana 6-bo'shliqqacha bo'lgan joyda anchagina tekstimiz bor, anchagina so'zlarimiz bor. Shu so'zlar ko'pligi sizni qiynab qo'yishi mumkin. Xo'p, lekin biz buni ham hal qilishimizni bemalol bitta yaxshigina usuli bor. Lug'aviy boyligimizni oshirish, ya'ni lug'atimizni oshirish. Qanday qilib oshiramiz? Sizlar uylaringizda yoki self practice'da yoki darslaringizda o'zlaringiz shug'ullanayotgan paytlaringiz har bitta part 1 dan bilmagan yangi so'zlaringizni chiqarib, yodlab ketishingizlar kerak bo'ladi. Nimaga men buni aytyapman hozir? Chunki juda ham ko'p part 1larda sodda vocabulary ishlatiladi, ya'ni lug'at ishlatiladi va sizlarning lug'atlaringiz 500 ming atrofida yangi so'zlarga to'ladigan bo'lsa, part 1 sizga umuman muammo bo'lmaydi. Har doim 6 tadan 6 ta yecha olishga bemalol kuchingiz yetadi. Xo'p do'stlar, bugun biz sizlar bilan reading part 1 ni ko'rib chiqdik. Uni qanday bajarilishi kerakligi va unda bizga yordam beradigan narsalarni hammasini ko'rib chiqdik. Men sizlarga ushbu videoni ostida havola orqali 5 ta mashq tashlab yuboraman. Part 1 bo'yicha sizlar hammasini ularni to'g'ri javoblarini topib, maksimal harakat qilganlaringizgacha ushbu kommentariyalarimiz ostida, izohlarimiz ostida javoblaringizni yozib ketingizlar va men maksimal harakat qilaman sizlarga ularni tekshirib, o'zimning feedbacklarimni berishga. Do'stlar, keyingi darslarda ko'rishguncha. Do'stlar, agar siz sifr imtihonidan yanada samaraliroq, chuqurroq va kafolatlangan natijani olishni xohlasangiz, sizni Mentor Schoolda kutaman. Bu yerda darslarimiz intensiv va real imtihon muhiti asosida o'tadi va biz sizga yuqori natijaga olib chiqadigan yo'lni bosqichma-bosqich o'rgatamiz. Bizning markazimizda har bitta o'quvchi uchun shaxsiy yondashuv, motivatsiya va natija bizning tamoyilimizdir. Bugungi darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta ushbu videomizga like bosing va sahifamizga obuna bo'lib qoling va yangi darslardan qolib ketmang. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha.